Endi esa klassik uslubdagi liboslarni xush ko'ruvchi mijozlarimiz uchun aynan klot shimlarimizni modellashtirib sotuvga chiqardik qizlar. Klot shimlarimiz asosan bo'ksadan kiygan holatda bo'ladi. Ya'ni mana shunday modeldagi shimlarimiz bo'ladi. Bo'ksa qismidan tizza qismiga ozroq kirishgan bo'ladi. Mana shunaqa turbabas, lekin bu aynan klot shimlarimiz bo'ladi. Klassik uslubdagi liboslarimiz yo'nalishiga kiradi. Bu birmuncha insonning qomatini, figurasini ko'rsatmaydi. Ya'ni kengroq fasondagi shimimiz bo'ladi. Aynan mana shu poyez qismlari alohida bichilgan. Bunda qizlar belida bichga bo'lmaydi qizlar. Mana shunaqa. Agar xohlasangiz poyezni ichkariga qilib ishlasangiz bo'ladi, yo bo'lmasam poyezni kesib olib alohida tepaga ishlasangiz ham bo'ladi. Mana shunday holatda 40-razmerdan 50-razmergacha andazalarimizni mana tayyorlab taxlab qo'ydik qizlar. Bularni ham bemalol dalivoyga ishlab mijozingizga ishlab bersangiz bo'ladi. Buni hech qachon modellashtirmaysiz. Mana shu holatda olasiz, matoga to'g'ri joylashtirib bichib olasiz. Faqat poyez qismini yo ichki qilasiz, yo tashqi poyez qilasiz. Belida bichga bo'lmaydi. Faqatgina 4 ta chok bo'ladi qizlar. Yon bokovoy, ichki choki hamda umumiy aylanasi bo'ladi. Agar tabingizga ko'ra bu yerga, ya'ni cho'ntak qismlarini ham o'rnatsangiz bo'ladi.